o'qib bo'lingan va hozir otangizga izoh bergani ketgan edim. Bu qizni ismi Shizuku. U har xil sirli mahoratlarga o'rgatilgan va u meni yordamchim. Bu kishi negadir shubhali. Men aynan shu daraxtga chiqishimni qanday bildi? Otamni qobiliyati kelajakni ochib beradi. Lekin rostdan ham ularni shubhali desa bo'ladi. Shizuku, bunisi esa ortiqcha edi. Men zavq bilan sizga hamma qobiliyatlarimni ko'rsataman. Men hammasini hozir bo'layotgandek ko'raman. Siz kelajakda. Siz haligi to'xtab turinglar. Atashdimmikan? Bo'lishi mumkin emas. Bu ozgincha harakat qilish kerak, lekin yo'q, to'xtanglar, odamlar har xil bo'ladi-ku axir. Mana hammasi zo'r kelyapti-yu, lekin shubhasiz nimadir etish juda qiyin. Xo'sh, nima bo'lsa ham hamma yo'llar ochiq. Qanaqa yo'llar? To'g'ridan to'g'ri aytsang bo'lmaydimi? Men faqat umumiy ayta olaman. Baribir agar oldindan bilib yashasang zerikib qolasan. Lekin men bir narsa ko'rdim. Hech kim men bilan bunaqa ko'p gap talasha olmagandi. Chunki sani toming joyda emas. Janob, men sizni 2 yildagi kelajagingizni ko'rdim. Siz hali 10 yoshga to'lmasdan butun dunyoni lol qoldirasiz. Siz buyuk qo'shinni boshida turasiz. Ba'zilar sizdan qo'rqadi, ba'zilar hurmat qiladi. Siz davlatimizni kelajagini boshqara olasiz. Buni men shubhasiz ayta olaman. Siz kelajagidagi qahramon bo'lishingiz aniq. Nima pulchi? Soqqa qani? Ota, nima qilib qo'ydingiz? Ajoyib, o'ta sezgir ekanmi? Qandoq g'alati kishi. Nimaga meni aldamoqchi bo'ldi? Yonimda babi qimmatli narsalar yo'q edi-ku. Tomi ketgan ruhoniy. Men bilan gaplashish befoyda. Baribir men emas davlat boshqaradigan. Keyin meni qanaqadir qahramonam dedi. Va ko'zlarimga juda jiddiy qaradi. Bizga shunaqa g'alati ruhoniy kelganini bilmas ekanman. G'alati bu hali kamida. Gaplariga umuman ishonch yo'q. Balki. Lekin bilmadim nega sani suva bunchalik maqtab tashadi. Men bilan otam hech senga o'xshab muammolardan qochishga usta emasmiz. Menimcha sana omading kelsa kerak. Balki haqiqatan ham qahramon bo'lib ketarsan. Meni ichim sezyapti. Nima? Nima bo'ldi aka? To'pim yo'q bo'lib qoldi. Shoxlarga tiqilib qolgandir-da. Biz Kyotoga yo'l olamiz va hamma qiyinchiliklarni tugatamiz. Urush ma'buda hamisha bizga baraka bersin. Jangga! 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 Janob! Kechiring meni. Ashikaka, Godaygo imperatori bilan birlashib oldi. Ular bizni Kaitodagi hamma qo'shinlarimizni yo'q qilishdi. Takouji tomonidan minglab bo'shilar yig'ildi. Nitta qo'shinlari nihoyatda kuchli bo'lib ketishdi. Uni ustiga Yoshiyoda Nitta o'z o'g'lini qo'mondon lavozimiga qo'ydi. Hozir esa uni askarlari Kamakoraga bostirib kelyapti. Nimalar bo'lyapti? Jang olib borish ustozi Tikaiki Setsuno. Kyoko zo'rlanib o'ldirilgan. Qahramon bo'lish uchun yosh yigit hammasini yo'qotishi to'g'ri keldi. Ming la'nat senga, iflos sotqin! Mani ovoz chaqiryapti. Qiziq, kim ovozi ekan? Kimsan? Davlatni bosib olishga yordam beradigan ovozmi? Vassallari bilan hukmdor oilasi. Qadajon. 1333-yil may oyi. Biz sizni kutgan edik, Takiyuki janob. O'z o'limidan oldin otangiz siz hali o'lishga juda yoshlik qilasiz degandilar. Ularning oxirgi buyruqlari sizni bo'tdan qutqarish edi. Men sizni o'z yerlarimga olib ketaman.
Endi siz Shinaodagi Suvada yashaysiz. Suva Yurishiga. Sen nimalar qilyapsan bu yoqda? Bo'tdan tezroq ketishimiz kerak. Ortimdan yuring. Mani qobiliyatim shunaqa bo'lishni etib turgan edi. Va shuning uchun men hammasiga tayyorlanganman. Mana shu tepaning orqasida mani xizmatkorlarim otlar bilan bizni kutib turishibdi. Yo'q. Men ham otam va akam kabi o'zimni o'ldiraman. Bu fikrni yo'qoting. Agar siz o'lsangiz davlatimizni kelajagi kimga qoladi? Xo'sh, unga nima bo'ladi? Ha, yaxshi savol. Undan uzoqqa fikrlamagan yaxshiroq deb o'ylayman. Agar u o'lsa, ko'p narsa o'zgarmaydi. Voy, nimalar deyapman? Unaqada bo'lmaydi. U taniqli kishi. Uni hali it ham bor edi. Mana do'zax qanaqa bo'lar ekan? Boshini sotgan jangchilari Kamakurani yo'q qilib tashashdi. Hammasi tegigacha yonib ketyapti. Ushla uni! Chop! Takauji Asakaga shunaqa razil ishlagacha qo'l uradi deb o'ylamagandim. Takauji. Nimaga? Kimsan? Men Shimotsukidan Gokeninman. Ismim esa Takauji Asakaga. Janob oliylari, mendan qochib keta olmaysiz. Sani shuncha kulib yurganlaring yolg'onga to'lamidi? Keling, xalqingiz uchun qasos olamiz, janob. Men sizga qo'limdan kelguncha yordam qilaman. Buni kulishlari umuman haqiqiy emas. Bu yerda o'ylab o'tirish ham kerak yo'q. Yo'qol. Men unchalik jinni emasman, qanaqadir firibgarga ishonadigan. Nima dedingiz? Nima mendan chiqayotgan yorqin nurlarni ko'zingiz ko'rmayaptimi? Firibgar emasman axir. Ota, lekin siz rostdan ham shubhali firibgarsiz. Belimga pichoq sanchiding. Men baribir hech kimdan o'chimni ololmayman. Ular bu yoqda nimalar qilganini ko'ryapsanmi? Hattoki buyuk Minamoto Yoritomo 5 yil Tayra qabilasini yo'q qilishga harakat qilgan. Men eslolmayman. Kim davlatni 24 kun ichida yo'q qilish qo'lidan kelganiga. Sen bir paytlar hazil qilganding. Men qachondir kelajakda buyuk qahramon bo'laman deb. Lekin keyingi avlodlar mendagi qanaqadir so'takni emas, balki buyuk jangchi Takauji Asikagani eslashadi. Hurmatni saqlab qolish uchun yutqizgan Bushi o'lishi kerak. Men shuning uchun o'z oilam yuzini saqlab qolay. Men ularni orqasidan ketmoqchiman. Shunaqa degan. Davay bo'lmasam sur. Bu hukmronni vorisi! Faqatgina butunlay umidsizlikda, o'lim qo'rquvidan to'yganingizda. Ruhoniy. Sizni ichingizda buyuk qahramon olovi yonadi. Dovdir. Men o'lib qolganimda nima bo'lardi? Sheloni tepaga chiqib ketdi. Ortidan. Sizni hayotingiz uyat bo'lib qoladi degandingiz. Lekin o'lim yaqin kelganda undan qochib o'zingizni baxtli his qildingiz. Sizni ichingizda qahramon uxlayapti. Sizni yashirin va tez qochishingiz uni ko'p mahoratlardan biridir. Ana ota ochib o'ldirlaring uni. Siz yashashni istaydigan haqiqiy maxluqsiz.
Omon qolish qobiliyatingiz bilan hech kim tenglasha olmaydi. Siz uchun o'limni ko'z bilan uchratish bu zavqli narsadir. Hozir Takaoji qanchalik jahldorligini sezib turibman. U davlatni bosib oldi, hukmronni yengdi. Lekin eng muhimi, hukmron o'g'lini birinchi o'rinda o'ldirishi kerak edi. Ammo hukmronning o'g'li jon saqlashda juda usta. Murdalar va qon Takaojini qahramon qildi. Lekin siz ham tirik qolsangiz qahramon bo'la olasiz. Sizlar ikkalinglar ham qahramon, lekin kelajaginglar har xil. Albatta, faqatgina qochib yursangiz hech kimni yenga ola olmaysiz. Sizga ishonib bo'ladigan do'stlar, kuch va bilim kerak. Bularni sizga olish uchun men o'zim yordam beraman. Toki sizni yuragingiz urayotgan ekan, Takaoji sizni izlab yurishga to'g'ri keladi. Ungacha esa siz yashirinib, qochib, kuch to'plashingiz kerak. Hammasi oxirida vahshiy o'yinni yutish uchun. Olg'a, davlat taxti uchun quvlanmachoq boshlandi. Yorishige. Menga yordam berishdan nima foyda? Yiqilgan davlatni vorisini qulatib senga nima foyda bor? Chunki men Hojo qabilasiga sodiqman. Derdim, agar rostam ham firibgar bo'lganimda. Lekin siz baribir menga ishonmaysiz. Kamakuruni qo'lga olib taxtga o'tirganingizdan so'ng hammasini tushuntirib berishga so'z beraman. Men qanday insofsiz odamman. Bugun butun oilam o'lib ketdi. Bu shiylaga yarasha va men ham o'lib ketishim kerak edi. Bu sana aybing. Men sana deb o'z burchimdan qochib jonimni saqlab qoldim. Yurishiga. Sen shu uchun javob berasan. Albatta, janob. Men siz uchun hayotimda oxirgi nafasim chiqquncha bo'ysunaman. Yorishiki aytganidek 2 yil o'tar o'tmas, Takiyoki butun Yaponiyani lol qoldirdi. Olg'a! Odamlar o'limni burch deb hisoblagan vahshiy paytlarda bir yosh bola havas qilib bo'lmas taqdiridan iloji boricha qochardi. Uning yagona maqsadi davlat hukmdorini boshini olishdir. Shunaqa qilib tutib bo'lmas samuray shahzodasining sarguzashtga to'la sho'x hayoti boshlandi. Play Market va App Store'dagi anibla.uz uchun o'zbek tiliga o'girildi. Play Market yoki App Store'dan anibla.uz ilovasini yuklab oling va xohlagan animalaringizni sifatli dublyajda tomosha qiling. Anibla.uz birinchi uz fandom. いい箱作ろういい国作ろう諸説も言うの超言うの思い詰まった時代は鎌倉進め南北朝まで洗うま一生懸命地元レベゼン犬追い物しに平原人とる水管木崩して鎌倉スタイル若衆髄必達なんで死んだにぶっかくらがってどんな時代も僕たちは楽しいことがやめられないいざ Go to 鎌倉だ探すよさ巡る時代よりよりらズレズレなるまま Go the way 和楽器鳴らして Fly away 超未来まで繋いだく Go to 鎌倉ダンスかます花歌が聞こえたらステップステップリズムに乗ってステップアップ大人になってOlg'a!